Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi sotuvdagi xonadonimiz Termiz shahrida, So'mda, viloyat prokuratura ro'parasidagi 2 etajli domlarimizda 1-etajdagi 86 kvadratli 4 xonali xonadonimiz sotuvga qo'yilgan. Xonadon holati bo'yicha batafsil ko'rib chiqamiz. Kvartiramizda prixoshka qismidan kirilganda o'ng qo'l tomonga детский spalnyamiz joylashgan. To'g'rida kattalar yotoqxonasi o'tirish uchun joy qilib qo'yilgan. Kuxonda mebel garniturlari bilan общий hamma narsasi qoladi. Mebel ko'rib turgan hamma narsa mana shu xonadonning o'zida ko'rib turganingiz holatida qoladi. Bu mehmonxonamiz, ikkita derazalarimiz almashtirilgan. O'zingizda dengizga qarab remont qilib olishingiz mumkin. Bu oshxona qismi kirilganda chap qo'l tomonga joylashgan. Ko'rib turgan kuxonda mebel, xolodilnik, gaz plita. Sanuzel qismi oshxonaning yonidagi eshikda joylashgan. Kirish hodi mana bu yerda joylashgan. Hop, Ariston dush sanuzellari bitta qilib joylashtirilgan. Umumiy kvadrati 85 kvadrat bo'lib, metr kvadrati 5 million so'mdan baholangan. Murojaat uchun pastdagi nomerlar bilan bog'laning, o'z fikr mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring.